Maza qilib yashayapti. Hamma narsasi bor, yengil hayot yashayapti deyotgan qizlar negativ Ishni boshlash oson bo'lmadi, lekin menga xo'jayinim ancha yordam berdilar. Ko'rayotganingizdek, farzandlarimizni tarbiyasiga ham e'tibor berishga, ham chet elga tinmay chiqib tovar olib kelishga oson bo'lmadi qizlar. Homilador bo'lib turdim, mana bunaqa narsalarni to'qidim, to'qishni juda ham yaxshi ko'rardim. Aptekada xo'jayinim aptekalarda ishladim. Muhammad Sobir aptekada katta bo'ldi. Keyin mana mana shu biznesni boshladim qizlar. Ishoninglar, oson ko'ringani bilan juda ham qiyin bo'ldi. O'zim xohlagan mashinamni olib berdilar. Mashina haydashga maqsad bermasdilar, lekin mashina olib berdilar. Juda ham yaxshi klublarga qo'shildim. Juda zo'r o'rtoqlar topdim bu biznesim bilan qizlarjonlar. Nima demoqchiman qizlar, hamma narsaga birdaniga erishib bo'lmaydi. Kimdirni yordami albatta kerak. Bu narsalarda xo'jayinim va ota-onam, yaqinlarim yordam berishdi. O'zi nima uchun bularni aytyapman qizlarjonlar, direktimga oxirgi qo'ygan video relsimdan keyin juda ham ko'p qizlar eringiz ikkinchi xotini bo'laylik, eringiz uchinchi xotini bo'laylik. Sizda hamma narsa bor, endi bizga ham shu narsalar bo'lsin deb ko'p negativlar yozibsizlar. Menga shu gaplarni yozgan qizlar diqqatiga, qizlarjonlar, Allohim sizlarni ham o'zinglarni juftinglarni nasib qiladi, xudo xolasa. Faqatgina chiroyli sabr qilsanglar bo'ldi. Kanalimga obuna bo'ling, agar video yoqqan bo'lsa, like bosib keting, xursand bo'laman.